12-qism. Halimlik, muloyimlik. Halimlik axloqning eng yaxshi elchisi, g'azabning samarali davosidir. U yetishish imkonsiz va mushkul bo'lgan ish emas. Ammo bir necha uslub bilan o'rganish, mashq qildirish kerak bo'ladi. Birinchi, halimlikni yomon odamlardan o'rganish. Yahyo ibn Ziyod Xorisiyning yomon xulqli quli bo'lgani rivoyat etilgan. Undan nega bu qulni ushlab turgani haqida so'ralganda, uni ko'rib halimlikni o'rganish uchun deb javob bergan ekan. Imom G'azoliy bunday deydi: ba'zi insonlar jamoat oldida kamsitib koyishi uchun biror kimni yollagan. Ayblarini betiga aytishiga sabr qilib, nafsini jilovlab turgan, achchig'ini bosgan. Bora-bora halimlik, yumshoq ko'ngillik uning odatiga aylangan. Bu uslub zarbul masal bo'lgan. Ikkinchi, halimlar bilan bir davrada o'tirish. Arablarning halim insonlardan biri Ahnaf ibn Qays bunday degan: bizlar ilm o'rganish uchun olimni oldiga boriladigandek, Qays ibn Osimning huzuriga halimlikni o'rganish uchun tez-tez borib turardik. Ahnaf rahmatullohi alayhining mazkur so'zlarida ilmga erishish mumkin bo'lganidek, halimlikka ham yetishish mumkinligiga ishora bor. Shu e'tibordan olimning huzuriga borish ilm olish uchun bo'lgani kabi, halim zotning ziyoratiga borish orqali uning halimligidan ibrat olinadi. Uchinchi, halim insonlarning qilganlarini qilish. Imom G'azoliy rahmatullohi alayh har bir nafs odat qila oladigan halimlikka yetishish yo'llarini tavsiflab bunday degan: kim tavozeli halim inson bo'lishni istasa, hakimlarning fe'llarini qiyinchilik bilan bo'lsa-da o'ziga singdirishi darkor. Bu asta-sekin tabiatiga aylanadi. Natijada undan boshqa malhamga ehtiyoj sezmaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilm o'rganish bilan, halimlik esa muloyimlanish bilandir deb aytganlar. Shunga ko'ra tabiatida halimlik bo'lmagan kimsa jazoga tushgan chog'i qahrini yashirishi kerak. Bora-bora unda halimlik fazilati hosil bo'la boshlaydi. To'rtinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam halimlikda ham peshvo va namuna zotdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xulqlari bilan xulqlanish, siratlaridan voqif bo'lish va u zotga taqlid qilish halimlikka yetaklovchi yo'llardandir. U zot alayhissalom bir kuni qalin xoshiyali najroniy ridosini kiyib ketayotganlarida bir arobiy yo'llardan chiqib u zotning yoqasidan mahkam tutib siltadi va: ey Muhammad, o'zingdagi Allohning molidan menga ham berishlarini amr et, dedi. Qattiq tortganidan Rasulullohning bo'yinlarida yoqaning izlari chiqib qoldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kuldilar va unga g'animadan tortiq berishga buyurdilar. Beshinchi, qog'ozlardan foydalanish. Ayrimlar qog'ozga o'zingni bos, g'azablanma, g'azabdan saqlan, halimlik eng yaxshi xulqdir, Allohim sendan halimlikni so'rayman kabi so'zlarni yozib cho'ntaklariga solib olishadi va vaqti bilan o'qib turishadi. Shu tarzda fikrlariga doimiy shu xislatni joylashtiradilar. G'azablanmaslikka, muloyim bo'lishga odatlanadilar. Halim bo'lganlar. Keltirilishicha, Al-Mughni kitobining sohibi Ibn Qudoma rahmatullohi alayh o'zi bilan bahslashayotgan husumatchilarni tabassum bilan yengar edi. Ularning orasida jarohatlamoqchi bo'lganlari, janjal ko'targanlari ham bo'lgan. U zot esa chiroyli tabassumi va muloyimligi bilan javob berar, raqibini chekinishga majbur etardi. Man ibn Zoida birovga qahr qilmagan, boshqadan ham g'azab ko'rmagan inson bo'lgan. Bir kuni sheriklari uning g'azabini qo'zg'atish uchun oldiga bir shoirni jo'natishibdi. Shoir qalbi toshdan ham qattiq bo'lsa ham jahlini chiqara olaman deb 100 tuyaga garov bog'labdi. Agar u manning g'azabini chiqara olsa, tuyalarga ega chiqadi. Eplay olmasa o'zi shuncha tuya beradi. Ibn Zoida esa doimo halim, yumshoq ko'ngil bo'lib yashagan. O'limidan keyin halimligi borasida marsiya, she'rlar bitilgan bir inson bo'lgan. Shoir manni yig'latishni bo'yniga olib yo'lga chiqadi. Bir tuyani so'yib, terisini shiladi va ustiga kiyib oladi. Ataylab yung tarafini ichkariga, et tarafini tashqariga qiladi. Uni xuddi o'laksaga yopishgandek pashshalar o'rab oladi. Oyog'iga ham tuya terisidan xuddi shu tarzda oyoq kiyimi qiladi. Shu suratda manning yoniga kelib o'tiradi. Uning yuziga oyog'ini uzatgancha she'r aytadi. Mazmuni: Allohga qasamki, amir laqabini olgan manga salomim izhor etmayman. Man esa unga qarata: salom Alloh rizosi uchun beriladi. Salom bersangiz alik olamiz, bermasangiz malomat qilmadik, endi ham malomat qilmaymiz. Siz erkin insonsiz, xohlaganingizni qiling, deydi. Shoir: garchi Shom yurtini atrofdagi tog'u daralari bilan egallab olgan bo'lsangiz ham, siz turgan shaharga qadam bosmayman, deydi. Man: har bir yurt Allohnikidir. Kelsangiz xush ko'rdik, ketsangiz Allohning panohida bo'ling, dedi. Shoir yana dedi: sizning yurtingizdan 1000 yilga rihlat qilmoqdaman. Eng yaxshi sayr sahro uzra bo'lganidir, dedi.
Shunda sizga faqat ezgu tilaklar tilaymiz, dedi man. Shoir, buncha o'zingizdan ketmang. Kiyimingiz qo'y terisidan bo'lgani, oyog'ingizda esa tuya terisidan kovush borligi hanuz esimda, dedi. Man bosiqlik bilan, ha, buni unutmayman. Barchasi yodimda. Inkor ham etmayman, dedi. Shoir aytdi. Qish kunlari sovuq qotib uxlardingiz. Na rido, na yopinchiq bor edi. Yeganingiz arpa noni. Man barchasi uchun Allohga behisob hamdlar bo'lsin, dedi. Shoir dedi. Nuqul o'ng qo'lingizda bir tayoq bor. U bilan mushuklarga tashlanayotgan itlarni hayday olasiz xolos. Man dedi. Buni ham eshitibsiz-da. Ha, shunday. Chunki u Musoning asosi kabi asodir. Shoir dedi. Sizga mulk bergan Alloh har aybdan pokdir. U sizga to'shakka o'tirishni o'rgatgan. Man aytdi. Buning barchasi Allohning fazlidir. Yaxshiyam sizning tortig'ingiz emas. Shoir dedi. Hoy noqisa ayolning o'g'li, menga pul ber. Endi men yo'lga otlanay. Man unga 1000 dinor berishlarini tayinladi. Shoir aytdi. Tayinlaganing ozlik qiladi. Sendan ko'prog'ini kutgan edim. Man yana 1000 dinor berishlarini tayinladi. Shoir yana 3 dan 1. Chunki siz boylikka oson erishgansiz, na aqlingiz va na obro'yingiz ortidan kelmagan, dedi. Man 3000 dinor berishlarini tayinladi. Shoir dedi. Shuhratga erishgulik na odobingiz, na xulqingiz va na ma'rifatli fikringiz bor. Ya'ni menga kerakli miqdorni hali ham topa olmayapsiz demoqchi. Man 4000 dinor berdirdi. Shunda shoir dedi. Saxovatli, chinakam fazilat sohibi ekansiz. Saxiyligingiz xuddi dengiz mavjlanishiga o'xshar ekan. Man bu gal 5000 dinor berishlarini amr etdi. Shoir orttirishini so'ragan sari u 1000 qo'shib beraverdi. U olishda davom etaverdi. Amirning halimligidan, qahrlanmasligi yoxud achchiqlanmasligidan behad taajjubda edi. U o'ziga aytardi. Bu kabi insonlar jazavaga undalishi emas, maqtalmog'i darkor. Bundan qattiq ta'sirlandi. Borib yuvindi va kiyimlarini kiyib, qaytadan manning oldiga borib chiroyli salom alik qildi. Unga bir ikki og'iz maqtov ham ilova qildi. Bo'lib o'tgan kelishuvlarni aytib, undan uzr so'radi. Shunda man unga garovga berishga 100 tuya, o'ziga yana 100 ta tuya berishlarini amr etdi. Shoir tortiqlarni olgancha yo'liga ravona bo'ldi. Arablarning sayyidlari mana shu kabi halimliklari bilan dovruq qozonganlar. Ahnaf ibn Qays arablarning sayyidlaridan va muloyim insonlardan bo'lgan. Undan halimlikni qayerdan o'rgandingiz deb so'rashganda bunday javob bergan. Qays ibn Osim Manqiriydan. U ko'chmanchilarning sardori bo'lgan. Ko'pni ko'rgan Qays kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. U boshi o'ralgan, qo'lida aso bilan borgandi. Nabiy alayhissalom u bilan salomlashdilar. Aytilishicha Rasululloh unga bunday deganlar. Ey Qays, quvvat bilan zaiflik bor, azizlik bilan xorlik, boylik bilan faqirlik. Ey Qays, seni yaqining bu amalingdir. Amal esa sen bilan dafn etiladi. O'lsang u bilan ko'milasan. Ahnaf Qays ibn Osim Manqiriydan deganidan so'ng unga bu qanday bo'lgan ey Abu Bakr deyildi. U javob berdi. Biz u bilan bir majlisda edik. U cho'kka tushib o'tirgancha bizga hadis aytardi. To'satdan o'g'li kirib qoldi va otasiga amakimning o'g'li akamni o'ldirib qo'ydi dedi. Birodarining o'g'li chaqirtirildi. Qo'llarini bog'lagan holda olib kelishdi. Yigitni qo'rqitib yuboribsizlar-ku, dedi Qays. So'ng jiyaniga yuzlanib, "Hey bolaginama, sonlaringizni ozaytiribsan-ku, tayanchlaringizni noziklashtiribsan-ku, kuchlaringizni zaiflashtiribsan-ku, dushmanlaringizga yo'l ochib beribsan-ku, qavmingga nisbatan jinoyat etibsan-ku. Qo'yib yuboringlar, marhumning onasiga diya to'lab bersin", dedi. Qotil ketdi. Lekin shuncha ish asnosida Qays ibn Osim cho'kkalagan holidan o'zgarmadi. Yuzini ham o'zgartirmadi. Hadisini kelgan joyidan davom ettirdi. Bu haqda shoir quyidagicha she'r bitgan. Mazmuni: Ey Qays ibn Osim, sizga Allohning salomi bo'lsin, rahmati bilan o'rasin. Yurtingizning bir chetidan ziyoratingizga kelib salom bergan insonga tortiq ulashasiz. Qaysning vafoti bir kishining o'limi emas, butun boshli qavmning halokatidir. Ahnaf ibn Qays haqida rivoyat qilinadi. O'ziga nisbatan haqorat so'z eshitganda yuzi qizarib, bo'zarib oqarib ketardi, lekin bir so'z demasdi. Undan arablar qanday qilib sayyidlikka erishganlar deb so'ralganda bunday dedi. Allohga qasamki, birortasini koyisam, tomog'idan zahar o'tganday bo'lardi. Yana bildimki, halimlikka yetishish yo'li o'zini xor tutishda ekan. Ayni shu o'zini haqir tutish abadiy azizlik keltirdi. Ahnaf rahmatullohi alayh yana aytadi. Kim urug' aymoqsiz aziz bo'lishni va askarlarsiz yordam kelishini istasa, muloyimlikni odat qilsin, g'azabini yengsin. Keltirilishicha, odamlar Ahnaf ibn Qaysning g'azabini keltirish maqsadida bir tentakni 1000 dirham evaziga yollashdi.
U hammaning yonida uning g'azabini keltirishi kerak edi. Yana ular uning qulog'iga biz o'sha yerga borib o'tirganimizda uning yuziga shapaloq tortib yuborgan deyishdi. Tentak borib Ahnaf rahmatullohi alayhining yoniga o'tirdi. U zot gapirishni boshlaganda xato gapiryapsan dedi. Ahnaf ibn Qays gapida davom etaverdi. Telba bola yana yolg'on, gaplaring yolg'on dedi. So'ng biroz o'tgach Ahnafning yuziga bir shapaloq tushirdi. U esa tabassum qilgancha, senga bu ishing evaziga nech pul taklif qilishdi deb so'radi. 1000 dirham deb javob berdi tentak. Shunda Ahnaf rahmatullohi alayh, ular meni nazarda tutishmagan. Joriya ibn Qudomani aytmoqchi bo'lishgan. Adashibsan dedi. Ibn Qudoma o'ta jahldor inson edi. O'shanga bor, o'shani ur, men senga mingga yana 1000 qo'shib beraman dedi. Telba bola ahmoqligiga borib Joriya ibn Qudomani yuziga urdi. Oqibatda qo'li kesildi. Shuning uchun ham tentak sizni ko'p masxara qilsa, haqoratlasa, uni o'z holida tark eting. Bir kun kelib o'zidan-da ahmoqrog'ini uchratadi deb bekorga aytishmagan. Rivoyat qilinishicha, qavmning kattalaridan bo'lgan yoshi ulug' bir qariya bo'lib, hammaga halimlik va bosiqlikda o'rnak edi. Hikoya qilib berayotganlardan biri aytadi. Juma namozidan keyin yig'ilib bir narsani maslahatlashayotgan edik. Oqsoqol ham shu yerda edi. Aslida uning o'g'illari ham bor edi, lekin barchasi safardaligi bois majlisga qatnasha olmagandilar. Yana qavmimiz ichida qabilamizning tentagi ham bor edi. U birdan jahl qilib qariyaning yuziga urdi. Adabini beramiz deb unga tashlanmoqchi bo'lganimizda oqsoqol Allohga qasamki, birortangiz yomonlik qilmang. Biz kechirdik. Alloh uni kechirsin. Qilgan ishiga yarashasini tez orada oladi, dedi. Majlis tugadi. Kayfiyatimiz buzilgan holda uyga qaytdik. Bir necha kun o'tgach ko'pchilik bo'lib bozorga tushdik. O'zidan o'zga iloh yo'q bo'lgan zotga qasamki, o'sha kunga ahmoq o'zidan ham yomonroq bo'lgan boshqa bir sahrolik tentak bilan tortishib qolibdi. Sahrolikning qo'lida panshaxasi bor ekan. U bilan bizning ahmoqni bir urgan edi, burni qonab ketdi. Tinmay qon oqdi. Shunda o'sha kuni solih qariyaning duosi ijobat bo'libdi deb yubordik. Doimo tabassum qilishga harakat qiling. Qo'rqoq ahmoq sizni so'kadi, haqoratlaydi. E'tibor bermang. Tabassum qilganingiz sari uning qo'liga xanjar tutqazgandek bo'lasiz. Gohida o'sha xanjari bilan o'zini jarohatlab oladi va shundan vafot etadi. Vaholanki siz unga hech ham zarba bermadingiz. Faqatgina g'azablanmadingiz, tabassum qildingiz xolos. Mabodo u bilan tortishsangiz, javob qaytarsangiz, uning o'yiniga o'ynagan nodonligiga sherik bo'lgan chiqasiz. Bu hol sizni shunaqangi kuydirib ozor bera boshlaydiki, qochib qutula olmaysiz. Halimlik fazilati. Hurmatli kitobxon, bilingki, muloyim bo'lish g'azabni yutishdan ko'ra yaxshidir. Chunki g'azabini tiyish o'zini majburlab muloyim bo'lishdan kelib chiqadi. G'azabini bosish esa qattiq g'azablangan va bunga astoydil kirishgan kishi tomonidan sodir etiladi. Agar bu holat takrorlansa, bora-bora odatga aylanadi. Keyinchalik g'azabidan jazavaga tushmay qo'yadi. Jazavaga tushsa ham o'zini bosishda qiynalmaydi. Mana shu tabiiy muloyimlik bo'ladi. Ayni shu holat aql kamoli, ong ustunligi, g'azab quvvatini sindirib, uni aqlga bo'ysundirish hisoblanadi. Ammo dastlabkisi o'zini majburan muloyim qilish va o'ziga shuni singdirishdir. Zero ilm hosil qilish yo'li uni o'rganish bo'lgani kabi, halimlikni o'zlashtirish yo'li ham majburan muloyim bo'lish va bu borada sa'y-harakat qilishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Ilm izlanglar. Ilm bilan birga xotirjamlik va halimlikni ham so'ranglar. O'rgatayotganingizga ham, o'rganayotgan kishingizga ham muloyim bo'linglar. Bag'ritosh ulamolar qatorida bo'lmang. Unday bo'lsa, nodonligingiz halimligingizdan ustun kelib qoladi." U zot alayhissalom bu bilan takabburlik va zug'um o'tkazish g'azabni qo'zg'atuvchi hamda muloyimlikdan to'suvchi xislat ekanini bildirib o'tmoqdalar. Bir hakimning uyiga ziyorat etgani do'sti keldi. Mehmon uchun dasturxon yozildi. Shu on to'satdan donishmandning xotini chiqa solib, dasturxonni ag'darib tashladi va eriga yuzlangancha uni haqorat qila boshladi. Ayolning xulqi juda yomon edi. Mehmonga bu holat yoqmadi. Achchiqlanib uydan chiqib ketayotganda hakim uni kuzatib qo'yarkan, "Esingizdami do'stim? Siznikidagi mehmondorchilikda hovlingizda yurgan tovuq dasturxonimizga chiqib olib, hamma yoqni rasvo qilgan edi. Ammo bundan hech birimiz achchiqlanmagan edik, to'g'ri tushungan edik", dedi. "Ha", dedi mehmon. Hakim: "Bugungi holatni ham tovuq qo'ndi deb tasavvur qiling. G'azablanmang", dedi. Ziyoratchining g'azabi tarqab yuziga tabassum yugurdi. Chiroyli xayrlashgancha qaytib ketdi. U o'ziga o'zi: "Hakim do'stim to'g'ri gapirdi. Halimlik har dardning davosidir", derdi. Yana bir hikoya. Podshoh katta ziyofat hozirladi. Nimalarnidir nishonlash arafasida edi. Xos insonlarni taklif etgandi. Bazm uchun dasturxon yozilish asnosida bir xizmatchi tovoqda taom olib chiqdi.
Podshohning taomini dasturxonga tortish uchun u tarafga yaqinlashganda haybati bosdi va qoqilib tushdi. Qo'lidagilar yerga tushdi. Podshohning zar kiyimiga nimalardir sachradi. Bundan shoh achchiqlandi va uning kallasini olishga amr etdi. Xizmatchi muqarrar o'limdan qocha olmasligini anglagach, tovoqni oldi va undagi hamma ovqatni podshohning boshidan ag'darib yubordi. Atrofdagilar ham, podshoh ham hayratda qoldi. Shoh, "Bu nima qilganing, ahmoq", deya baqirdi. Xizmatchi, "Podshohim, ishoning, nima qilgan bo'lsam sizning obro'yingizni saqlash va sizga yaxshilik tilaganim uchungina qildim. O'ylab ko'ring, siz mening boshimni arzimagan taom yuqi uchun uzmasdingiz. Buni eshitgan xalq nima deb o'ylaydi? Bekordan bekorga o'ldirib yubordi demaydimi? Unda sizni zolim, qonxo'r deyishlari turgan gap. Shularni o'ylab bu qabih ishni sodir etdim. Toki olomon kattaroq aybim uchun qatl etilganimni bilsin va sizga malomat qilmasinlar", dedi. Podshoh jim o'ylanib turdi. Birozdan so'ng xodimiga qarab, "Ey badfe'l inson, ey chiroyli uzr sohibi, qilmishingni kechirdim. Uzring o'rinli va go'zal bo'ldi. Sen bugundan Alloh roziligi uchun ozodsan", dedi. 13-qism. Muloyimlik maqtalgan sifat. Muhammad ibn Xoris Hiloliydan rivoyat qilinadi. Jabroil alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga tushib, "Ey Muhammad, men sizga dunyo va oxiratdagi go'zal xulqlarni keltirdim" deya, "Kechirimli bo'l, yaxshilikka buyur va johillardan yuz o'gir" oyatini o'qidi. A'rof surasi 199-oyat. Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Ey Jabroil, bu nima?" dedilar. U, "Bilmayman, biluvchidan so'rayman" dedi. So'ng qaytib keldi va, "Ey Muhammad, Robbingiz sizdan rishta uzganni ulashingizga, mahrum etganga berishingizga va zulm etganni kechirishingizga amr qildi" dedi. Hishom rahmatullohi alayhi Hasan roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlardan birortangiz Abu Zamzam kabi bo'lishga qodir emasmi? U manzilidan chiqqach, ey Allohim, men obro'yimni bandalaringga sadaqa qildim" derdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taolo hayoli, halim insonlarni yaxshi ko'radi. Beadab, uyatsizlardan g'azablanadi. Asarlarda keltiriladi: kim muloyim bo'lsa, g'alaba uniki. Kim tushunib yetsa, o'sibdi. Adiblardan biri aytgan: kim halimlik daraxtini eksa, salomatlik mevasini oladi. Halimlik sharafli xulq, qolaversa aqlli insonlarga xos sifatdir. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu aytgan: halim insonning muloyimligining ilk mevasi insonlar unga yordamchi bo'lishlaridir. Halimlikning chegarasi nafsni g'azab tug'yondan to'xtatib qolishdir. Bu esa xohish va sabab bilan amalga oshadi. Muaviyaning halimligi. Madinada Muaviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhuning ekinzori yonida Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning ham dalasi bor edi. Kunlarning birida Muaviya roziyallohu anhuning ishchilari Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning dalasiga o'tib ketishdi. Bundan ibn Zubayrning jahli chiqib, Damashqqa Muaviya roziyallohu anhuga maktub yo'lladi. Bu ikki zot unchalik ham chiqisha olmasdilar. Maktubda jumladan quyidagi so'zlar bor edi: Abdulloh ibn Zubayrdan jigarxo'r Hindning o'g'li Muaviyaga: ammo ba'd, ishchilaring ekinzorimga o'tib ketishdi. Yo ularga buyurasan dalamdan chiqib ketishadi, yo undan o'zga iloh bo'lmagan zotga qasamki, senga ko'rsatib qo'yaman. Maktub Muaviya roziyallohu anhuga yetib keldi. U zot juda halim kishi edi. Muaviya roziyallohu anhu maktubni o'qib bo'lgach, o'g'li Yaziddan: Abdulloh ibn Zubayr haqida nima deysan? U menga tahdid qilib maktub yo'llabdi deb so'radi. Yazid otasiga: boshi Madinaga boradigan, oxiri huzuringizda bo'ladigan katta qo'shin yuborib, boshini oldiring deyman deb javob qildi. U zot: bundan pokizaroq, shafqatliroq yo'l bor dedi. Keyin Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuga quyidagicha maktub yo'lladi: Abu Sufyonning o'g'li Muaviyadan Zubayr va Zotun Niqotayn Asmoning o'g'li Abdullohga: ammo ba'd, Allohga qasamki, agar dunyo ikkimiz oramizda bo'lganda edi, uni senga topshirgan bo'lar edim. Agar ekinzorim Madinadan Damashqgacha cho'zilgan bo'lganida ham uni senga berar edim. Maktubim senga yetib borishi bilan ekinzorimni o'zingnikiga, ishchilarimni o'z ishchilaringga qo'shib ol. Ular senga. Albatta Alloh yaratgan jannatning kengligi osmonlar va yerga tengdir. Maktubni o'qigan Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu qattiq yig'ladi. Hatto ko'z yoshlaridan maktub ivib qoldi. Keyin Damashqqa Muaviya roziyallohu anhuning huzuriga borib, uning boshidan o'pdi va Alloh Qurayshdan seningdek halimni ayirmasin dedi. Ajr. Abu Zar roziyallohu anhu xizmatkorini: nima uchun otning yemishini qo'yga berding deb qo'ydi. U:
sizning jahlingizni chiqarish uchun deb javob berdi. Abu Zar roziyallohu anhu g'azabga ajrini ham qo'shib qo'yaman. Sen Alloh yo'lida ozodsan dedilar. Ularni kechiring. Uyayna ibn Hisn akasining o'g'li Har ibn Qaysning oldiga keldi. Jiyani Umar roziyallohu anhuning muhim masalalarda fikrini oladigan maslahat kengashidagi qorilardan bo'lib, xalifaga yaqin kishilardan edi. U jiyani yoniga kelib, "Jiyan, mana bu amir, xalifaning huzurida hurmati bor kishilardansan. Uning huzuriga kirishga ruxsat olib ber", dedi. Jiyani ruxsat oldi. Uyayna xalifaning huzuriga kirib, "Xattobning o'g'li, Allohga qasamki, bizga mol-qo'l, ya'ni ehson bermading. Biz boramizda adolat bilan hukm qilmading", dedi. Umar roziyallohu anhu shu qadar jahli chiqdiki, uni ura yozdi. Shunda Har u zotga: "Ey mo'minlar amiri, Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamga afvni qabul qilib oling, yaxshilikka buyuring, johillardan esa yuz o'giring degan. Bu esa johillardan", dedi. Oyatni o'qigan onda Umar roziyallohu anhu Uyaynani kechirib yubordi. U zot Allohning kitobiga o'ta amal qiluvchi edi. Xalifa Ma'munning ilmi, kechirimi va halimligi juda mashhur edi. Amakisi Ibrohim ibn Mahdi unga qarshi chiqdi. Abbosiylar unga bay'at qildi. Ma'munni xalifalikdan tushirib, amakisini Bag'dodda xalifa deb e'lon qilishdi. Bu vaqtda Ma'mun Xurosonda edi. Xabarni eshitgach, Iroqqa yo'l oldi. Bag'dodga yetganda Ibrohim ibn Mahdi qochib yashirindi. Abbosiylar ham boshqalar ham Ma'munga itoat etishdi. U Ibrohim ibn Mahdiyni izlatishdan to'xtamadi. Topganda u ayollar niqobida edi. Ma'mun uni birinchi hibsga oldirdi. Keyinroq huzuriga chaqirtirdi. U: "Ey mo'minlar amiri, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh", dedi. Ma'mun unga: "Alloh senga salomatlik bermasin, huzuriga ham yaqin qilmasin. Seni shayton vasvasa qilib turli ishlarga undadi", dedi. Shunda Ibrohim: "Ey mo'minlar amiri, shoshilmang. Qasos haq, biroq kechirim taqvoga yaqinroqdir. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarindosh va siyosatda adolatli kishisiz. Alloh sizni barcha gunohkorlar tepasiga qo'ygan. Shuningdek, barcha gunohkorlarni sizdan quyi qilgan. Agar jazolasangiz haqqingiz, kechirsangiz fazlingiz. Ey mo'minlar amiri, sizga fazl qilish yarashadi", dedi va quyidagi she'rni o'qidi. "Sizga katta gunoh qildim, lek siz undan buyuksiz. Istasangiz jazo bering, istasangiz kechiring." Ibrohimning so'zlari va she'rini eshitgan Ma'munning ko'zlaridan shoshqator yosh quyildi va: "Ey Ibrohim, nadomat tavbadir. Alloh taoloning avfi sen aytganingdan ham, o'ylaganingdan ham buyukroq. Menga kechirim shunchalik suyukli qilindiki, hatto unga ajr mukofot olmay qolarmikinman deb qo'rqaman. Bugun ayblanmaysan", dedi va ozod qildi. Barcha mol-mulkini qaytarib berdi. Yana boshqa bir qissa bor. Abdulmalik ibn Marvon vali Hajjojga maktub yo'llab, Abbod ibn Aslam Bakriyning boshini olib jo'natishni buyurdi. Shunda Abbod Hajjojga: "Ey amir, Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Meni o'ldirma. Allohga qasamki, qaramog'imda 24 ta ayol bor. Ularni mendan o'zga boquvchisi yo'q. Ularga rahm qil", dedi. Hajjoj haligi ayollarning hammasini chaqirtirdi. Ularning biri oydek husulli edi. Hajjoj undan: "Bunga kim bo'lasan?" deb so'radi. Ayol: "Men qiziman, ey Hajjoj, gapimni eshit", deb quyidagicha she'r o'qidi. Hajjoj uni berarmikin bizlarga, yo to'karmikin qonini, yo qo'sharmi yoniga ojiz 420 jonini. Buni eshitib Hajjoj yig'ladi va xalifa Abdulmalikdan uning gunohidan o'tishini, kechirishini so'radi. U ko'ndi. Qarang, inson har qancha jahli chiqmasin, g'azab otiga minmasin, ana shu go'zal axloq, betakror ishlarni hayotiga tatbiq etishi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishi lozim. Zero u zot eng halim, g'azablari kelganda ham eng ko'p kechiruvchi edilar. Shafqat. Farzandingizga biror yumush aytganingizda qaysarlik yoki itoatsizlik qilishi mumkin. Bundan jahlingiz chiqib, uni jazolamoqchi bo'lasiz. Shunday vaziyatda yumshoqlik, muhabbat va shafqat ila muomalada bo'ling. Ana shunda uning qalbiga o'zingizga nisbatan muhabbat urug'ini qadagan bo'lasiz. So'zingizga itoat etayotgani, istagingizni bajo keltirayotganiga guvohi bo'lasiz. Chunki shafqat g'azab qilmaslikdir. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaysi ishda shafqat bo'lsa, albatta uni ziynatlaydi. Qaysi narsadan sug'urib olinsa, uni barbod qiladi deganlar. Bejizga yaxshi gapga ilon inidan chiqar deyilmagan. Shafqat bilan muomala qilsangiz, tuyadek zabardast jonivor ham sizga itoat etadi. Shafqatli bo'lgani uchun vazniga nisbatan 2 barobar yukni ko'tara oladigan ulkan tuya jajji bolakayga itoat etadi. Agar bu jonivorga qattiqqo'llik qilsangiz, urib so'ksangiz, u ham qaysarlik qiladi va aslo sizga itoat etmaydi.
Demak, shuni yaxshi bilishimiz kerakki, har qanday yaxshi natijaga g'azab qilmaslik orqali erishamiz. G'azab qilmagan kishi shafqatli, sokin, halim, xotirjam, tabassumli, ochiq chehrali, xushmuomala va tavozeli bo'ladi. Ana shunday xislatlarning bari g'azabni tark etish ortidan yuzaga keladi. Ularga rahmat. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Musaylamatul Kazzobning payg'ambarlik da'vo qilib chiqqanini eshitdi-yu, g'azablangan holda minbarga chiqib quyidagicha va'z qildi. Allohga qasamki, Bani Hanifa qavmi boshlaridagi shaytonning vasvasalarini Allohning qilichi Xolid ibn Valid bilan ketkazaman, dedi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan so'ng zakot to'lashdan bosh tortgan qabilalardan ham jahli chiqib, Allohga qasamki, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berishganidan bitta qo'zini, ayrim rivoyatlarda uloqchani deyilgan, berishmasa, ularga qarshi urush qilaman, degan edi. Ana shu tariqa 2 marta qo'shin tortib, to Allohning huzuriga ketguncha uning yo'lida jang qildi. Amuriya shahrining bozorida bir musulmon ayolning zindonga olib ketilayotganda "Yo Mu'tasim" deya faryod qilganini ko'rgan kishi buni Mu'tasimga yetkazdi. Mu'tasim billah eshitib qattiq g'azablandi va Amuriyaning hokimiga "Mo'minlar amiri Mu'tasimdan Rumning itiga ayolni qo'yib yubor. Bo'lmasa bir qo'shin jo'nataman, boshi sening oldingda, oxiri mening huzurimda bo'ladi", deya xat jo'natdi. U ijobat qilmagach, katta qo'shin tortib Amuriya shahrini fath qildi. Shoir Abu Tammom xalifaning ishini quyidagi bayti bilan olqishlagan edi. Qilich bergan xabari rostgo'yroqdir maktubdan, uning tig'i ajratar jiddiyatni hazildan. Sulton Beybars. Turkiy sulton Zohir Beybars bir muslima cho'rini zo'rlik bilan olib qochilganini eshitib qattiq g'azablandi. Zolim ustiga qo'shin tortib uni qatl etdi. Yusuf ibn Tashfin. Portugaliya qiroli musulmonlar amiri Yusuf ibn Tashfinga tahdidli maktub yo'lladi. Bundan g'azablangan Yusuf ibn Tashfin o'rnidan turib ketdi. Keyin aynan shu maktubning orqasiga ko'z ko'rib quloq eshitmagan javobni bitdi. Mutanabbiyning quyidagi baytini ham zikr qildi. Lashkarsiz yuborilgan elchining foydasi bo'lmas. Qilich ko'targan askarsiz so'zning qudrati bo'lmas. So'ng askarlarini qurollantirib Andalusni fath etdi va nasroniy hukmdorni tor-mor qildi. O'zingizni bosing, g'azablanmang. Do'stingiz kelishilgan vaqtda aytilgan joyda bo'lishiga ishoning. Mabodo kech qolsa biror uzri, sababi bordir deb hisoblang va jahlingiz chiqmasin. Ayolingiz bugun ham odatdagidek kechki taom tayyorlab qo'ygan bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, bilib qo'ying, u sizni yaxshi ko'radi. Kamchiligining sababini sizga izohlaydi. Shoshilib unga jahl qilmang. Bugun ham ota-onangiz bilan bo'ladigan suhbatingiz ijobiy o'tadi. Bordi-yu aksi bo'lsa, bu sizning foydangizga bo'ladi. Shunday ekan, g'azablanmang. Bugun ishdan ruxsat so'rasangiz, sizga javob beriladi. Rad etishsa, g'azablanmang. Shoyat shunisi sizga foydaliroqdir. Bu yilgi ta'tilingiz ko'ngilli o'tadi. Ish kutganingizdek bo'lmasa, achchiqlanmang. Dunyoning bo'lgani shu: g'am, tashvish va charchoq. Orzungiz albatta amalga oshadi. Aksi bo'lsa, bilingki, orzular ko'p. Yetolmassiz bariga. Shamol esmas kema kutgan tarafga. Shunday ekan, g'azablanmang. Albatta osuda hayot kechirasiz. Bilingki, bu dunyoda hamma vaqtincha mehmon. Hali duolaringiz ijobat bo'ladi. So'ragan vaqtingizda berilmasa, achchiqlanmang. Buning sababi siz uchun tayyorlab qo'yilgan boshqa kattaroq yaxshilik bo'lishi mumkin. Jamiyatning barcha kishilari sizdan rozi bo'lmasligi tayin. Kimdir sizning nuqtai nazaringizga zid fikr bildirib qarshi chiqishi, bu esa sizga katta foyda keltirishi. Uning gapidan keyin xatolaringizni tuzatishingiz mumkin. Shunday ekan, o'zingizga qarshi chiqqanlarga g'azab qilmang. Hayotda sizga muxolif fikrdagilar, ishingiz va yo'lingizni xato deuvchilar uchraydi. Bu ularning qarashi. Ularga parvo qilmang. To'g'ri deb bilgan ishingizda davom eting, tamom. G'azablanishga hojat yo'q. Qo'l ostingizdagilar buyurgan ishingizni ko'nglingizdagidek bajarishadi. Agar kamchilikka yo'l qo'yishsa, esda tuting, odamzod xatokor. Shuning uchun g'azablanmang. Rejalaringiz belgilangan muddatda tugaydi. Agar ortga surilsa, g'azablanmang. Ishda shunaqasi bo'lib turadi. Har bir ishdan yaxshilik umid qiling. Aksi bo'lishiga ham tayyor turing. Axir natijasi sizning qo'lingizda emas-ku. Har bir gapdan yaxshilik umid qilinadi. Shunday bo'lmasa, parvo qilmang. Uyga kelganingizda turmush o'rtog'ingiz hamma narsani taxt qilib qo'ygan bo'ladi. Kutganingizdek bo'lmasa, e'tibor bermang. Uni yaxshi ko'rishda davom etavering. Tijoratingiz inshaalloh serdaromad bo'lib, ko'zlagan foydangizga erishasiz. Unday bo'lib chiqmasa, jahlingiz chiqmasin. Zero bu tijorat. Gohida foyda ko'rasiz, gohida zarar. Ishingizda tajribangizga tayansangiz, yaxshi natijaga erishasiz. Bordi-yu aksi bo'lsa, g'azablanmang. Aslida urinib ko'rishning o'zi yaxshi natija. Keyingi safar tajribangiz albatta o'z so'zini aytadi.
maqsadingizga yetasiz. Yeta olmasangiz g'azablanmang, yana bir bor urinib ko'ring. Bemor bo'lsangiz albatta tuzalasiz. Muolajalar foyda beradi. Agar bir muolaja foyda bermasa, boshqa ko'plab davolash usullari va dori-darmonlar bor. Alloh taoloning izni ila biri bo'lmasa, boshqasi foyda beradi va shifo topasiz.